Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari. Efirda Paranews ko'rsatuvi va studiyada jurnalist Azizjon Mirsaidov. Bugungi dasturimizda yakunlanib borayotgan 2025-yilda O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar va sportchilarimiz qayd etgan eng muhim natijalar bilan tanishtirib o'tamiz. 7-16 fevral Tailandning Pitsanulok shahrida paravelosportning shassi yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi. 13-bor tashkil etilgan mazkur qit'a birinchiligida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 12 ta oltin, 9 ta kumush va 5 ta bronza, jami 26 ta medalga sazovor bo'lishdi va umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallashdi. Qayd etish lozimki, 2024-yil Qozog'istonda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida ham paravelosport bo'yicha terma jamoamiz umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan edi. 5-12 fevral Bangladesh poytaxti Dakka shahri amputantlar futbol bo'yicha Osiyo chempionatiga mezbonlik qildi. Ilk bor tashkil etilgan qit'a birinchiligida O'zbekiston terma jamoasi barcha raqiblarini dog'da qoldirgan holda g'oliblikni tantana qildi. Hal qiluvchi final bahsida vakillarimiz Indoneziya terma jamoasi darvozasiga javobsiz 6 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lishdi. 19-28 fevral Malayziya poytaxti Kuala Lumpur shahrida paravelosportning trek yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi. Mazkur qit'a birinchiligida O'zbekiston terma jamoasi 15 ta oltin, 6 ta kumush hamda 2 ta bronza, jami 23 ta medalga sazovor bo'lgan holda umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. 1 mart poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida golbol bo'yicha hokim kubogi tashkil etildi. E'tiborlisi, an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan ushbu xalqaro musobaqada Rossiya va Qozog'iston jamoalari ham ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra g'oliblik Rossiya Federatsiyasining Moskva jamoasiga nasib etdi. Yurtimiz sharafini himoya qilgan Toshkent jamoasi esa kumush medaliga sazovor bo'ldi. Kuchli uchlikdan qo'shni Qozog'istonning Atirao jamoasi joy oldi. 8 aprel O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi faoliyati bilan yaqindan tanishish va o'zaro tajriba almashish maqsadida Koreya Paralimpiya qo'mitasi prezidenti Jin Ovangyung boshchiligidagi delegatsiya yurtimizga tashrif buyurdi. Sport vazirligida Koreya delegatsiyasi bilan sport vaziri Adham Ikramov hamda Osiyo Paralimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayev ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash va yangi bosqichga olib chiqishga kelishib oldilar va shu maqsadda O'zbekiston va Koreya Paralimpiya qo'mitalari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. 12 aprel poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida inson uchun shiori ostida inklyuziv xayriya marafoni tashkil etildi. Unda 1,5 ming nafardan ortiq ishtirokchilar, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar faol ishtirok etdi. Nafaqat sog'lom turmush tarzini, balki insoniylikni ham targ'ib qilgan ushbu birdamlik marafoni barchaning xotirasida saqlanib qoladigan bo'ldi. On 8 aprel O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasida 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarining 2025-yilgi mavsumiga start berish marosimi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi sport vaziri Adham Ikromov, Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarov, Milliy Paralimpiya qo'mitasi raisi, Osiyo Paralimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti Muxtorxon Toshxo'jayev, Yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari Dilnoza Kattaxonova hamda O'zbekiston sport tashkilotlari faxriylar kengashi raisi Bahodir Maqsidovlar ishtirok etishdi. 22-26 aprel Xitoyning Tayan shahrida para-tekvando bo'yicha Xalqaro tekvando federatsiyasi prezidenti kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Dunyoning 40 ga yaqin mamlakatidan 500 nafardan ortiq sportchi ishtirok etgan mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 3 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza, jami 8 ta medalga sazovor bo'lgan holda umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi.
11-12 may Italiyaning Maniago shahrida paravelosportning shassi yo'nalishi bo'yicha Jahon Kubogi bo'lib o'tdi. Quvonarlisi mazkur musobaqada 2 nafar vakilimiz shohsupaga ko'tarildi. Jumladan erkaklar o'rtasida T1 klassida yurtimiz sharafini himoya qilgan Aziz Ataxo'jayev 40 km masofaga o'tkazilgan guruh poygalarida oltin, 16 km masofaga o'tkazilgan vaqt poygalarida esa kumush medalni qo'lga kiritdi. E'tiborlisi, O'zbekiston terma jamoasi a'zosi tarixda ilk bor Jahon Kubogida guruh poygasida birinchi o'rinni egalladi. Vakilimiz bu borada mezbon Italiya va Janubiy Koreya terma jamoasi a'zolarini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari ayollar o'rtasida T1 klassida startga chiqqan hamyurtimiz Marjona Pardaboyeva 30 km masofaga o'tkazilgan guruh poygasida hamda 16 km masofaga o'tkazilgan vaqt poygasida kuchli uchlikdan joy olib, delegatsiyamiz hisobiga 2 bronza medalni qo'shib qo'ydi. 12-16 may kunlari qo'shni Qozog'istonning Ostona shahrida para-dzyudo bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada terma jamoamiz a'zolari 2 oltin, 2 kumush va 1 bronza medalga sazovor bo'lishdi. Qayd etish lozimki, Qozog'iston poytaxtidagi musobaqa O'zbekiston para-dzyudosi uchun yana bir muhim natija bilan tarixda qoladigan bo'ldi. Ayollar o'rtasida G1 klassida bahs olib borgan Uljon Amriyeva oltin medalni qo'lga kiritib, jahon chempionatida shohsupaga ko'tarilgan tarixdagi birinchi o'zbekistonlik ko'zi ojiz para-dzyudochiga aylandi. 16-17 may Xalqaro ko'zi ojizlar sport federatsiyasi prezidenti Ilgar Rahimov boshchiligidagi delegatsiya yurtimizga tashrif buyurdi. Sport vazirligida o'tkazilgan uchrashuvda vazir Adham Ikromov, O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva, Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayev ishtirok etdi. Yig'ilishda Xalqaro ko'zi ojizlar sport federatsiyasi bilan hamkorlikning istiqbollari muhokama qilindi. Jumladan tashkilot bilan hamkorlikda kelgusida yuqori nufuzli xalqaro sport tadbirlarini O'zbekistonda ham tashkil etish masalasiga e'tibor qaratildi. 18 may O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, Milliy paralimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva Ostona shahrida o'tkazilgan jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritib, mamlakatimiz tarixida jahon chempioni bo'lgan birinchi ayol para-dzyudochi Uljon Amriyevani tarixiy g'alaba bilan tabriklab, o'zbek ayollarining haqiqiy matonati va jasoratini butun dunyoga namoyon etgani uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. 24 may Samarqand shahrida para-triatlon bo'yicha jahon kubogi o'tkazildi. E'tiborlisi, ushbu musobaqada ishtirok etgan 3 nafar vakilimiz shohsupadan joy oldi. Jumladan erkaklar o'rtasida PTS 2 klassida Rustamjon Sotiboldiyev bronza medaliga sazovor bo'lgan bo'lsa, ayollar o'rtasida PTS 5 klassida startga chiqqan 2 nafar hamyurtimiz ham sovrindor bo'ldi. Xususan, Shohsanam Sobirjonova kumush, Kamola Ahmadxonova bronza medalni delegatsiyamiz hisobiga qo'shib qo'ydi. 28 may Butunjahon para-yengil atletika federatsiyasi prezidenti Paul Fitzgerald hamda tashkilot bosh menejeri Martin Chorli amaliy tashrif bilan Toshkentga keldi. Mazkur tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad para-yengil atletika bo'yicha 2027-yilgi jahon chempionatini O'zbekistonda o'tkazish imkoniyatlarini muhokama qilishdan iborat. Shu maqsadda delegatsiya a'zolari dastlab poytaxtimizda barpo etilayotgan Olimpiya shaharchasida bo'lib, majmuada para-atletlar uchun yaratiladigan sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Shuningdek, mehmonlar dunyo birinchiligi vaqtida parasportchilarni o'zida qabul qiluvchi mehmonxona hamda restoranlar faoliyatini ham ko'zdan kechirishdi va Olimpiya shaharchasi hududida qurilayotgan Paralimpiya markazi loyihasi bilan ham tanishtirildi. Ma'lumot uchun 2027-yilgi jahon chempionati Los Angeles 2028 Paralimpiya o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma beruvchi musobaqa hisoblanadi. 29 may O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayev Vengriyaning yurtimizdagi favqulodda va muxtor elchisi janob Yojef Roja bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida mamlakatlar o'rtasida paralimpiya yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi hamkorlik haqida so'z bordi. Bundan tashqari, kelgusida Vengriya Milliy paralimpiya qo'mitasi bilan hamkorlikda qo'shma o'quv mashg'ulot yig'inlarini tashkil etish, parasuzish, aravachada qilichbozlik kabi Vengriyada rivojlangan parasport turlari bo'yicha mutaxassislar malakasini oshirish kurslarini tashkillashtirish hamda Vengriya tajribasi asosida metodik qo'llanmalar tayyorlash kabi masalalar muhokama qilindi. Tadbir yakunida tomonlar kelgusida hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha kelishib olishdi. 13-15 iyun Tailandning Pattaya shahrida parakanoida eshkak eshish bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston terma jamoasi musobaqa yakunlariga ko'ra medallar jamg'arish reytingida birinchi bo'ldi. Vakillarimiz Osiyo chempionatini 7 ta oltin, 6 ta kumush va 1 ta bronza, jami 14 ta medal bilan yakunlashdi. 13-15 iyun Italiyaning Lombardiya viloyati Varese shahrida paraakademik eshkak eshish bo'yicha Jahon Kubogi o'tkazildi. Jahon Kubogida erkaklar o'rtasida PR2 Mix dasturida startga chiqqan hamyurtimiz Diyorbek Boybolsinov finalga qadar yetib bordi. Yakuniy poygada esa eshkak eshuvchimiz marraga ikkinchi bo'lib yetib keldi va kumush medaliga ega chiqdi.
9-iyun Eron Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi G'afur Karigari hamda qo'mita rahbariyati vakillari Said Solgiy va Hasan Solgiy amaliy tashrif bilan Toshkentga keldi. Sport vazirligida o'tgan uchrashuvda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Tashxo'jayev hamda sport vaziri o'rinbosari Murod Ismoilov ishtirok etdi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasida parasport sohasidagi aloqalarni kuchaytirish, o'zaro malaka almashish hamda hamkorlikda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazish bo'yicha kelishib olindi. 16-25-iyun Xitoyning Pekin shahrida powerlifting bo'yicha jahon kubogi o'tkazildi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yakunda 16 ta oltin, 5 ta kumush va 4 ta bronza, jami 25 ta medal bilan musobaqani umumjamoa hisobida kuchli uchlikda yakunladi. Qayd etish lozimki, turnirning ayollar o'rtasidagi jamoaviy bahslarda qatnashgan terma jamoamiz vakillari yakunda oltin medalga sazovor bo'ldi. (25-26-iyun) poytaxtimizda 5 tashabbus paralimpiadasi ommaviy sport musobaqalarining respublika final bosqichi o'tkazildi. Unda hududiy bosqichlarda g'olib bo'lgan yoshlar parastol tennisi, parayengil atletika, parashaxmat va parashashka sport turlari bo'yicha o'zaro bahs olib borishdi. Musobaqaning tantanali taqdirlash marosimida O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, mamlakat Milliy paralimpiya va olimpiya qo'mitalari rahbariyatlari ishtirok etdi. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan medal, kubok, maxsus diplom hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. (10-iyul) O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasida Rossiya parasporti delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Tashxo'jayev, Rossiya adaptiv xokkey federatsiyasi prezidenti Dmitriy Dronov, Rossiya federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi vakili Mariya Kurtineyeva hamda boshqalar ishtirok etdi. Tadbirda Dmitriy Vladimirovich adaptiv xokkey sport turining Rossiya federatsiyasidagi rivoji haqida ma'lumot berib o'tdi. O'z o'rnida ushbu qishki sport turining mamlakatimizdagi istiqbollari yo'lida hamkorlikka tayyor ekanini bildirdi. O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi bosh kotibi Farruh Ahmedov esa hozirda yurtimizda adaptiv xokkey sport turini rivojlantirish uchun barcha sharoitlar, jumladan infratuzilmalar yetarli darajada ekanligini aytib o'tdi. Tomonlar kelgusida Rossiya federatsiyasida tashkil etiluvchi adaptiv xokkey festivallarini O'zbekiston hududida o'tkazish, shuningdek ushbu sport turida faoliyat yuritayotgan murabbiylarning malakasini oshirish bo'yicha o'zaro tajriba almashish yuzasidan kelishib olishdi.
16-iyul O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasida Xitoy nogironlar federatsiyasi rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda qo'mita raisi Muxtorxon Toshxo'jayev, Adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi, karlar hamda ko'z ojizlar sport federatsiyalari, shuningdek O'zbekiston maxsus olimpiadasi Respublika sport jamoat birlashmasi rahbariyatlari va janob Chen Kai boshchiligidagi Xitoy nogironlar federatsiyasi delegatsiyasi vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'z olgan Muxtorxon Maqsudovich, tomonlar o'rtasida imzolangan memorandum kelgusida har ikki mamlakatda paralimpiya va nogironlar sportini yanada rivojlantirishga, tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik yangi darajaga ko'tarilishiga ishonishini ta'kidlab o'tdi va janob Chen Kayni yurtimizda ko'rib turgandan baxtiyor ekanini bildirdi. Xitoy nogironlar federatsiyasi rahbari esa qo'mita rahbariyatini erishilayotgan yutuqlar bilan muborakbod etar ekan, so'nggi yillarda O'zbekiston sportchilarining paralimpiya o'yinlarida qayd etayotgan natijalari shug'ullanuvchilar soniga nisbatan juda yuqori ekanini aytdi. Uchrashuv yakunida har ikki tomon qo'shma yig'inlar tashkil etish, murabbiylar malakasini oshirish bo'yicha dasturlarni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishib olishdi. 29-iyul O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva Singapurda o'tkazilayotgan suv sport turlari bo'yicha jahon chempionati doirasida World Aquatics xalqaro sport federatsiyasi kongressida ishtirok etdi va World Aquatics xalqaro sport federatsiyasi ijroiya qo'mitasi byurosi tarkibidan joy oldi. Shuningdek, Shahnoza Mirziyoyeva World Aquatics rahbariyati bilan uchrashdi. Samimiy ruhda o'tgan uchrashuv davomida istiqbolli hamkorlikning yangi qirralari, xususan yurtimizda suv sport turlari bo'yicha malakali kadrlarni yanada ko'paytirish borasidagi rejalar muhokama qilindi. 29-iyul 4-avgust Malayziyaning Kuching shahrida paratekvondo bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi. Qitamizning 22 ta mamlakatdan jami 180 nafarga yaqin atletlar ishtirok etgan mazkur nufuzli musobaqada O'zbekiston milliy terma jamoasining 17 nafar vakili medallar uchun bahs olib bordi. Quvonarlisi, navbatdagi paralimpiya o'yinlari uchun muhim reyting ochkolarini ulashuvchi ushbu Osiyo chempionatida yurtdoshlarimiz 3 ta oltin, 4 ta kumush va 3 ta bronza, jami 10 ta medalni qo'lga kiritgan holda umumjamoa hisobida birinchi bo'ldi va yana bir bor qitamizning eng kuchli jamoalardan ekanini isbotladi. 17-25 avgust Italiyaning Milan shahrida parakanoida eshkak eshish bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Dunyoning 34 mamlakatidan jami 185 nafar atletlar bahs olib borgan nufuzli musobaqada O'zbekiston terma jamoasi bitta kumush va bitta bronza medaliga sazovor bo'lishdi. Jumladan VL3 dasturda qatnashgan To'rabek Nazarqulov marraga 47.28 soniyada yetib keldi va kumush medalini qo'lga kiritdi. Shuningdek, KL2 dasturida startga chiqib marraga 44.22 soniyada yetib kelgan hamyurtimiz Azizbek Abdulhabibov ham yakunda shohsupadan joy oldi. 11-12 avgust Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Osiyo paralimpiya qo'mitasining 8-bosh assambleya yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi bosh kotibi, Osiyo paralimpiya qo'mitasining Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha vakili Farruh Ahmedov hududdagi 7 ta mamlakatda paralimpiya sportining rivoji va kelgusida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan ma'lumot berdi. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasidagi milliy qo'mitalar vakillari o'rtasida o'zaro uchrashuv o'tkazilib, unda sohani rivojlantirishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar, sport turlari geografiyasini rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlar va yaqin yillardagi istiqbolli loyihalar muhokama qilindi. 24-31 avgust Belgiyaning Ronse shahrida paravelosportning shasse yo'nalishi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 4 ta kumush va bitta bronza, jami 5 ta medalga ega chiqishdi. Jumladan Marjona Pardaboyeva hamda Pokiza Ahmadbekova kumush, Aziz Otaxo'jayev esa bronza medalga sazovor bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, bu orqali hamyurtlarimiz jahon chempionatida Osiyo jamoalari orasidagi eng yaxshi natijani qayd etishdi. 17-28 Singapurda para suzish bo'yicha jahon chempionati o'tkazildi. Mazkur dunyo birinchiligida para suzuvchimiz Igor Bolotov oltin va bronza medallarini qo'lga kiritdi. Vakilimiz C13 klassida 100 metr masofaga erkin usulda suzish bahslarida bronza medalga sazovor bo'lgan bo'lsa, xuddi shu masofaga chalqancha suzish dasturida oltin medalni qo'lga kiritdi. Ta'kidlash joiz, Bolotov bu orqali jahon chempionati oltin medaliga ega chiqqan ilk o'zbekistonlik erkak suzuvchiga aylandi. 25-26 Koreya Respublikasi poytaxti Seul shahrida Xalqaro paralimpiya qo'mitasining 22-bosh assambleyasi va konferensiyasi o'tkazildi. Unda tashkilotga a'zo 190 ga yaqin mamlakatlar qatnashdi. Tadbirlarda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi, Osiyo paralimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti Muxtorxon Toshxo'jayev hamda O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi bosh kotibi Farruh Ahmedov ham ishtirok etdi. Konferensiya va assambleya doirasida 2023-yilgi bosh assambleyadan keyin erishilgan yutuqlar to'g'risida hisobot berildi. Shuningdek, Xalqaro paralimpiya qo'mitasi rahbariyati uchun saylovlar o'tkazildi. Unda braziliyalik Andrew Parsons 109 ta ovoz to'plab 68 ta ovozga ega Koreya Respublikasi vakili Dong Kyun Banni ortda qoldirdi va 3-muddatga Xalqaro paralimpiya qo'mitasi rahbari sifatida saylandi.
27-sentyabr 5-oktyabr Hindistonning New Delhi shahrida parayengil atletika bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Dunyoning 109 mamlakatdan jami 1400 nafarga yaqin sportchilar bahs olib borgan mazkur nufuzli turnirda O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari 5 ta oltin, 5 ta kumush va 2 ta bronza, jami 12 ta medalni qo'lga kiritdi. Nayza uloqtirish, yadro uloqtirish, yugurish, balandlikka va uzunlikka sakrash dasturlarida Yoqutxon Xolbek va Jasur Xo'jayev, Karomat Omonova, Faxriddin Hamrayev, Temurbek Giyosov oltin, Kubaro Hakim va Shahina Yigitalieva, Yorqinbek Odilov, Bobur Omonov, Madina Muxtorova kumush, Tolibboy Yo'ldoshev hamda Navro'za Ahmatova bronza medaliga sazovor bo'ldi. O'ninchi 19 oktyabr Misrning Qohira shahrida para-powerlifting bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari yakunda 1 ta oltin, 5 ta kumush va 3 ta bronza medaliga sazovor bo'ldi. Quvonarlisi aynan mazkur dunyo birinchiligida ilk bor o'zbekistonlik ayol sportchi Muslima Nuriddinova para-powerlifting bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk o'zbekistonlik bo'ldi. Ta'kidlash joiz, mazkur musobaqada yurtdoshlarimiz para-powerlifting bo'yicha jahon chempionatlaridagi eng yaxshi natijalarni yaxshilashdi. 12 oktyabr Yaponiyaning Chiba shahrida para-triatlon bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Qit'a birinchiligida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etib, yakunda 2 ta bronza medallariga ega chiqishdi. Jumladan, erkaklar o'rtasida Baxtiyor Murtazoyev hamda ayollar o'rtasida Shohsanam Sobirjonova yakkalik dasturlarida shohsupaga ko'tarilishdi. 3-4 noyabr poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlari o'quvchilari o'rtasida 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarining 2-mavsumi respublika bosqichi bellashuvlari o'tkazildi. Unda respublikaning barcha hududlaridan jami 400 nafardan ziyod ishtirokchilar para-yengil atletika, para-stol tennisi, para-badminton, shaxmat va shashka sport turlari bo'yicha o'zaro bahs olib bordi. Bellashuvlar kar va zaif eshituvchi o'quvchilar, Nurli maskan maktab internati tarbiyalanuvchilari, harakati tizimi shikastlangan bolalar maktab internatlari hamda aqli zaif bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlari o'quvchilari o'rtasida tashkil etildi. Uchinchi-5 noyabr Qozog'istonning Aktau shahrida bo'tcha bo'yicha Turkiy davlatlar terma jamoalari o'rtasida Aktau 2025 xalqaro musobaqasi o'tkazildi. 5 ta mamlakatdan 30 nafar atletlar ishtirok etgan turnirda O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari 1 ta kumush va 5 ta bronza medallariga ega chiqishdi. Jumladan Nizomiddin Xayriddinov kumush, Hayotxon Hafizova, Javohirbek Alibekov hamda Xudoyshukur Yoqubov bronza medaliga ega chiqdi. Shuningdek, jamoaviy dasturda ham vakillarimiz tomonidan 2 ta bronza medal qo'lga kiritildi. 7-10 noyabr Qozog'istonning Ostona shahrida para-dzyudo bo'yicha kattalar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Musobaqaning yakkalik bellashuvlarida O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari 1 ta oltin, 3 ta kumush va 3 ta bronza, jami 7 ta medalga ega chiqishdi. Turnirning yakuniy kunida jamoaviy bellashuvlar tashkil etildi. Unda bahs olib borgan O'zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari o'z dasturlarida kumush medallarini qo'lga kiritdi. Shu tarzda para-dzyudochilarimiz Ostona 2025 Osiyo chempionatida 1 ta oltin, 5 ta kumush va 3 ta bronza medallariga ega chiqib, musobaqani umumjamoa hisobida 4-o'rinda yakunlashdi. 7-16 noyabr kunlari Indoneziyaning Jakarta shahrida amputantlar futboli bo'yicha Osiyo Kubogi 2026-yilgi jahon chempionati uchun Osiyo saralash bosqichi o'tkazildi. Mazkur turnirda qit'amizning 9 ta jamoasi qatorida O'zbekiston milliy terma jamoasi ham musobaqada g'oliblik uchun bahs olib bordi. Ahamiyatlisi, turnirda ishtirok etgan O'zbekiston amputantlar terma jamoasi guruh bosqichida 100% natija qayd etib, muddatdan avval jahon chempionati yo'llanmasini hal qilishdi. Yarim final bosqichida Iroqdan ustun kelgan vakillarimiz musobaqa finalda Eronga qarshi maydonga tushib, afsuski imkoniyatni boy berishdi hamda vitse-chempionga aylanishdi. 17-21 noyabr Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida 6-Islom birdamligi o'yinlari bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasi 29 ta oltin, 35 ta kumush va 32 ta bronza medallari bilan 57 ta mamlakat orasida umumjamoa hisobida 2-o'rinni egalladi. Ahamiyatlisi, ushbu nufuzli musobaqada paralimpiyachilarimiz ham munosib ishtirok etishdi va delegatsiyamiz hisobiga muhim medallarni qo'shib qo'yishdi. Jumladan para-yengil atletika va para-powerlifting bo'yicha bahslarda qatnashgan sportchilarimiz Yorqinbek Odilov, Nataliya Semyonova, Qudratoy Toshpo'latova hamda Bekzod Jamilov shohsupadan joy oldi.
24-27 noyabr Paralimpiyachilar matonati xalqaro forumi va adaptiv sport festivali bo'lib o'tdi. Forum doirasida Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universitetining Toshkent shahar filialida adaptiv sport festivali, Alpomish muz saroyida Paralimpiyachilar matonati xalqaro forumi tashkil etildi. Unda taniqli san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturi va matonat maktabi motivatorlarining motivatsion chiqishlari esa barchada katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, tadbir davomida rossiyalik xokkeychilar ishtirokida adaptiv xokkey bo'yicha ko'rgazmali o'yin o'tkazildi. Tadbirning so'nggi kunida Samarqand shahrida adaptiv sport festivali tashkil etildi. Unda Rossiya adaptiv xokkey federatsiyasi rahbariyati, trenerlari va sportchilar tomonidan mahorat darslari tashkil etildi. 10-dekabr O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, World Aquatics byurosi a'zosi Shahnoza Mirziyoyeva tenglik, inklyuziya hamda nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarini himoya qilish, ular o'rtasida parasportni targ'ib qilish yo'lidagi xizmatlari uchun Osiyo Paralimpiya qo'mitasining Osiyo ordeni bilan taqdirlandi. 7-14 dekabr Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yoshlar o'rtasida 5-Paraosiyo o'yinlari tashkil etildi. Mazkur kompleks musobaqada 124 nafar para-atletdan iborat O'zbekiston delegatsiyasi para yengil atletika, para suzish, para armwrestling, para powerlifting, para taekwondo hamda bochcha sport turlari bo'yicha ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra O'zbekiston delegatsiyasi 125 ta oltin, 77 ta kumush hamda 52 ta bronza, jami 254 ta medal qo'lga kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston yoshlari umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, tarixiy natija qayd etishdi. Bu borada kuchli uchlikdan Eron va Yaponiya terma jamoalari joy oldi. Mazkur musobaqa nafaqat tarixiy rekordlar va natijalar bilan, shuningdek yangi nomlar kashf etilgani bilan ham yodda qoladigan bo'ldi. dekabr kuni har yil o'tkazib kelinayotgan milliy sport mukofoti tantanali taqdirlash marosimi o'tkazildi. Poytaxtimizda o'tgan tadbirda yil davomida yuqori natija qayd etgan mutaxassislar, sportchi va murabbiylar, shuningdek sport sohasi uchun katta hissa qo'shgan insonlar taqdirlanishdi. Taqdirlash marosimida O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, O'zbekiston Milliy olimpiya va paralimpiya qo'mitalari, shuningdek turli vazirliklar, hukumat a'zolari, federatsiya va terma jamoalar vakillari ishtirok etishdi. Taqdirlash marosimi davomida paralimpiya yo'nalishida bir qator nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar e'lon qilindi. Yil kashfiyoti nominatsiyasida parasuzuvchi Mahdiya Muxtorova g'olib deb topildi. Yilning eng yaxshi yosh paralimpiyachisi mukofoti para yengil atletikachi Husniya Olimjonovaga nasib etdi. Muxlislar mehrini qozongan parasportchi nominatsiyasida Madina Muxtorova e'tirof etildi. Yilning eng yaxshi para terma jamoasi nominatsiyasida esa para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi e'tirof etildi. Yilning eng yaxshi parasport murabbiyi nominatsiyasida para yengil atletika bo'yicha bosh murabbiy Sardor Abduxoliqov g'olib bo'ldi. Nihoyat yilning eng yaxshi ayol paralimpiyachisi nominatsiyasida para dzyudochimiz Uljon Amriyeva mukofotni qo'lga kiritgan bo'lsa, yilning eng yaxshi erkak parasportchisi nominatsiyasida parasuzuvchimiz Yegor Bolotov g'olib bo'ldi. Shu tariqa 2025-yil o'zbek parasporti uchun yuqori kayfiyatda o'z yakuniga yetdi. 2025-yil davomida Paralimpiya oilasida o'tkazilgan xalqaro musobaqalar, tayyorgarliklar hamda tadbirlar tafsilotlariga oid lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangi 2026-yil barchamizga omadli kelsin. Dunyo arenalarida bayrog'imiz hamisha yuqori ko'tarilib, madhiyamiz yangrashda davom etsin. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.